Hammaga salom do'stlar, sizlar men JC Craft va Uzmaster. Voy o. Almasdan qo'yib men ketguncha kim berdi? Rahmat kattakon. Bolta topdi. Narsalarni qaytarib beraymi o'zingizga? Pastga tushmay qanday chiqasiz keyin? Voy. Ana senga. Chiqing. Tiqilib qoldi. Yetmay turdi. Chiqmayapti-ku. Chiqing, tepaga chiqing. Chiqing tepaga. Ha, mana da. Hozir mana shu bilan chiqib olsa bo'ladi. Hozir unga tushib bo'larmikan? Voy, ay bilan tiqib qoldim. Endi marvarda chiqing, endi marvarda. Foydasi yo'q u. Endi marvarda chiqing. Yozib yuboring, endi marvarda chiqing. Boldiga chiqsammikin? Endi marvarda Qaqa, yana pastga tushmoqchimi? Tushmadim. Chiqing. Endi marvarda chiqing. Endi marvarda chiqish kerak. Endi marvarda. Oting, endi marvarda chiqish kerak. Nima qilyapti? Ey, endi marvarda gaplarim baribir yetib bormaydi. Bu qilibman. Marvarni oting tepaga, endi marvarni tepaga oting deyapman. Endi marvarni tepaga oting, endi marvarni tepaga. Ana men nima dedim? Endi marvarni oting deb aytdim-ku. Endi marvarni otish kerak edi, endi marvarni. Ana rahmat, ana ko'rdingiz, men bilaman. Birinchi marta tiqilib qolishmasda bu. Birinchi marta tiqilib qolish. Hech qachon meni kavlamang. Tushunarlimi? Umuman kavlamang. Meni kavlamang bu yerni. Qayerga boramiz? Qayerga? Bu yerga. Voy. Bu yerga. Ha, yashang. To'xtang, men qolmayman. Tavba qildim. Otib, endi yana qaytib kelyapsiz. Davay, let's go. O'sha yoqqa kiramiz. Xo'sh. Faqat jang qilaman deb aytmang hozir. Uylarning yoniga boramiz. Tushunarlimi? Voy. Yo, ataylab qilmadim. Qaysi tepaga? Tepaga chiqib ko'raylik. Siz kech qolasiz. Men ucha olmayman. Qanday tepaga kep o'xshamaydi-yo menimcha. Yo, pastga tushadi. Tepaga chiqib ketdimi? Bopladingiz, zo'rsiz. Lekin menda endi marvarid yo'q-ku. Endi marvaridlarni sizga tashab oldim. Voy, osmonda. Kim bu? Ey. Ay, xudoyim. Urmang. Siz yedingizmi? Ey. Tegmang. Voy, meni uxlayapti. Qoch. Tavba qildim. Shunaqa ham bo'ladimi?
Chatoq qildingiz, uzmasdir, chatoq qilding. Voy! Sal qoldi. Bu Krissa. Qayerda qoldi endi u? Siz qayoqqa ketib qoldi u? Uzmasdir, agar gaplashib olganimizda men aytardim-ki unga. Mana kelyapti. To'xtang. Misrlaringizni ketmang, bir joyda turing. To'xtang, unga baribir kuchingiz yetmaydi. Uni nimalari bor? U bilan urushga harakat qilmang. Esizyapsiz. Qayerga ketib qoldi? Uni urmang. Uni urishni bas qiling. Qilchin chiqarsa qot. Qoching. Men do'stni urishni bas qiling. Eshityapsizmi? U bilan hozir kurashsam hamma narsaga kuysak kerak. Menda musorlarim bor. Agar shu videoni ko'rsangiz, men shunday chiroyli so'zchalarim bor edi sizga aytadigan. Albatta bu videoni olishda menga yordam bergan Uzmasterga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta sening g'azabingni qo'zg'aydigan odam bitta turib qochib ketish unchalik ham yaxshi fikr emas edi. Qayerda endi u? Qayerga ketdi? Ana senga yetmasa. To'xtang, bu yoqqa bas. Bu yoqqa emas, bu yoqqa bormang. Mana u. Topdim. Menga qarang. To'xtang deyapman. Ortga qayting. Ortga deyapman. Undan baribir alamiz ololmaysiz. U baribir ketib bo'ldi. To'xtang, bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling deyapman. Bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling deyapman. Bu yoqqa keling. Nimalarni yozyapsiz? Ey. Mayli, o'ziga kelguncha men uning musorlarini o'ziga qaytarib beray. Mana oling, o'zingiz musorlaringizni qaytarib oling. Nega ruscha yozgansiz? Men ruschani tushunmayman. Inglizcha bo'lsa ham mayli. To'xtang, men o'qib o'g'ay bo'ldi. Qaytadan yozib yuboring shu so'zni, iltimos, o'zbekcha tilda. Ruschani ham bilar ekan. Men unchalik tushunmayman. Qani? Ket qoldi. Men sizga aytgan edim. To'xtang, ortimdan yuring. Ortimdan. Ortimdan yuring. Tushunarlimi? Men nima qilishni juda ham yaxshi bilaman. O'zbekcha yozing, iltimos, o'zbekcha yoza olasizmi, to'g'rimi? O'zbekcha yozing, iltimos, o'zbekcha. Urchi izi ekan. Kik ekan. Nima? Tushunmadim. Ket. Voy, ana u bor deyotgancha. Keting, yuring, bu yoqqa yuring. Voy, suv. Kelyapsizmi? Do'stlar, agar kimdir jahlingizni chiqarsa, birinchi o'rinda undan qasos. Qasos uchun esa sizga haligi yo'q, bu yer to'g'ri kelmaydi. Bu yer bo'lmaydi, sal uzoqroqqa borish kerak. Kelyaptimi ortimdan? Ha, ortimdan kelyapti ekan. Bu yer emas. Nazarimda, agar bu yer bo'lganda uylar ko'p bo'lardi. Sahrodan uy qurish fikri, ana chopil
bo'lmasdi. Xo'sh. Yo'q, bu yerga bo'lmaydi. Yana ham uzoqroqqa borishimiz kerak. Yo'lni eslab qolarmiz degan bitasi. Mana topildi. Umid qilamanki, bu yerda hech kim bo'lmaydi. Mana, keldik. Sandiqlarni qotib qoldi. Ichida hech biri yo'q, ovora bo'lmang. Agar ichida biror narsa bo'lganda, egasi uni allaqachon shipshidan qilgan bo'lardi. Men sizga aytsam, bu yerda men uchun unchalik ko'p yashamaganman, lekin har qalay yashash qoidalarini bilganman. Men bu yerga bunchalik yashaysiz, bundan 10 yil oldin ham o'ynab yuraverganman. Hozir esa boplaymiz. Kiyim, aslahalar. Xo'sh, ko'raylikchi, bizda nimalar bor ekan. Mana. Ikkita qilich ma'qulroq deb o'ylayman. Mana. Qayerdan oldingiz buni? Hayya, men tashlaganim. Mana shunday. Bu ham o'ziga sig'olmoqchi shekilli. Umid qilamanki, bizni kimdir topib olmaydi. Tepaga chiqish imkoniyati bo'lgandek. Qani chiqib ketdi. Uyquramizmi? Lekin bu yerda hamma yaxshi joylar egallab olingan. Menimcha u uy emas, kimdir kurashgan bo'lsa kerak ehtimol. Menimcha kimdir ham kurashganda shu yerda. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz?